ketip bolup qaytib kelmaganmi bormidi? Hoş geldin Yunus Efendi. Hoş geldin. Kopuşqa aldırma. Kopuşqa aldırma. Negi mağa sen hoşungu tehi emdi geldin? Allah şifalık versin Yunus Efendi. Allah igimiz bala kazadan sakılsın. Minberçi nerede? Kömüdün mu? Tünügün İsmail'den ketken. Yo'q, Şevki Sultan bilan bir maliga tomchilik qilib ketgan o deymi? Güngör, Yakup'ның teşitti. Ulanım düşürdün mü? Tushirdim ağa. Og'zi uchiq qoptikan. Obdan yetib qo'ydim. Assalamu alaikum azizler. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İllahu. Kasım Molla nerede? Hocursu da şeyhim, halsınız. Çakırıp geleyli. Çakırınla. Avar kısak mı bir kesin? Yakup geldi mi Ali Taygo? Geldi şeyhim. Mallanımı düşürüp bulduk. Tügümenge apadınlar mı? Apadık şeyhim. Ondaqda qazan esip un halvası kılaylı. Ağzımızdan təmi qaşmıson. Baş üstüge şeyhim. Beni chaqirtib kelsa şeyhim. O yendi soğu çıktı mı? Tayyorliqli otatdi. Tek çıkmadı şeyhim. Yaxşı. Bazarda köygen əxilərə un halvası ba deb xəbər qılsın. Emriniz baş üstüge şeyhim. Kel Qasım Molla. Kel. Kel uyandı kel. He uyandı. Şeyhimiz buyurdu. Eyneklik. Koyup be bunu. Çiçek çıkıp kessin. Kesili var mı ya yarısı var mı? Niziskini kolumda yıkıp kaldı. Koyup be buldu. Qandaq olub qaldın sahip əpəndi? Xeyli aram tepib qaldın mı? Bu dünya muşundaq dünya. Sen onu dümbəğini toşub yürüysen, o senin qınını şoraydı. Haşaretlə bilmeydi, canının üstüge can bolamdı. Amma rahatlanıp qaldın bana. Bilmegelle nimişki munda qıynap çıqırdı biçarını deydi. Seni azraq qıynap qoyduq. Amma sabır qıl. Nimeli degen bilen vaqtın ba.
Salcısı var idi. Qepiga kiribapti. Aynaylik firm ib kelgan tuğu buni. Elib ko'rib boqmapsizlar. Uning nima kesili bor deb. Biz bo'lsak qandoq qilatdik? Jon dadidiki jonni u yerdan bu yerga otdik. Jonning qimmatini jondosh biladi deb bekorga demaydi. Allah yana bir qitim yuz berishdan saqlasin. Allah shifolik bersin Pirdosh. Rahmat. Rahmat Pirdosh. Allah hammanglardan rozi bo'lsin. Ayt yaxshi. Allohga shukrlar bo'lsa, bemorimiz saqayib ketibdi. Sizning yordamingizda Miklal apandi. Men faqat dor verdim shayxim. Sizning duolaringizni shifotli topdi. Duo qilmagan kim bor Miklal apandi? Masala tevibda. Bekorga teviblarni Azroilning vakillari demaydi. Har kuni ishlasin deb dori tayyorlab berdim. Badaniga quvvat bergan uzun ko'k burchaq. Uzundan beri yetyapti-da, kuchimi qolmadi. Pirdishimiz mang'alami? Badanida cho'ng masala yo'q, ammo qo'lidan yetilash lozim. Yordam qilishda foyda bor. Bo'lmasa, tezlik yer palsizlanib qoladi. Qosim o'g'li yordam qiladi. Allah bu ishning takrorlanishidan o'z panohida saqlasin. U uyg'onganda siz yendimitdingiz? Yo'q, yo'qdim. Yeniga kirganda ko'rdim. Qazodan keyin dadamning yeniga akaganda hamma odamning qilisiga yomon xiyol kelgan edi. Og'zingizga diqqat qiling kiraz. Ani qutlib qoldi-ku. Qolg'ini cho'ng masala emas. Tezli saqayib ketadi inshaalloh. Tamoq muzlab qoldi. Berib qandoq bo'ldi bir qarab baqayli. Asta, asta. Asta, asta. Meng. Putingiz og'ratamda. Yana bir putingizni midiriltang. Uni o'zingizning puti. Asta. Başta adamın qo'qqisi keladi. Xuddi tunji qadimini besiyotgandeklar. Xuddi putuning ostida cho'mililar bordek. Koshki bizga mo bir balo kascho degim kelib qoldi. Tövdang shayxi.
Yunus'ның kiyimlerini tayarlap koygan. Moңайлы kız. Qanchalik bo'ldi, biladiganlar bormi? 4 hafta bo'ldi ağa. Buningdimi bir hikmat bor. Demak, beshimizdan ko'tariladigan bir musibat bor ekan deyli. Yaralardan izmi qalmaptı Allah şükri. Bir göz yumulaq edi. Unimi açdı Allah'a şükürler olsun. Qani, dasturxonga boqayli. Sinishlik bo'lsin. Allah hammamizning beshiga har xil ishlarni soladi. Men aql berdim deganlar aqlini berib arallarga qo'shiladi. Birining hayotiga hukm qildiradi. Ondan u hukm qilinuvchining qo'li bilan yana birsining jini qutuladi. Qandaq ahvalınız pirdaş? Maňa alamsiz? Qo'lingizni tutib olaymi Yunus efendi? Avar bolmaň şeyhim. Yunus pirdişimiz yaxşı. Amisa men mangay. Kiraz sultan qizimiz bilan qoladi aqcham. Ha, sizmi bir kun bizninkida qo'nib mehmon bo'ling azizim. Vaqt yo'q shayxim. O'zimiznikidimi xotirjam yotolmaymiz. Turmush ritmimiz intayin qalaymiqan. Har kuni kechda bir yarador yoki bir o'g'irlik bulanchilik sababidan issiq yotqinimizdan turib ketamiz. Undaqda kechligingiz xayrlik bo'lsin, Miklal efendi. Qo'lingizga dad bersin. Allah shifolik bersin. Allah yana bir qitim yuz berishdan saqlasin. Assalomu alaykum. Tesh turibsizlar azizlar. Va alaykum assalom shayxim. Va alaykum assalom shayxim. Allah shifatlik bersin shayxim. Allah şifatlik bersin Yunus efendi. Az qaldınız bizni tashlab ketib qog'li. Jon qarzingizni to'lamay turib, nag bormoqchidingiz? Allah şifalık versin. Allah şifalık versin. Allah shifolik bersin Yunus efendi. Allah şifalık versin. Allah şifalık versin. Allah yeni bir qitim yüz berishdan saqlasin. Ha, mangayli. Namoz vaqti oldi. Namazını okuy alamsiz pirdişim. Xalısınız qaza qılıp oqun.
O'qiyman desangiz, o'ltirib o'qisangiz bo'ladi. Bo'ldi demsa. Tahoratxona sol tarafda. Unutib qoldingizmi, pirdosh? الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسولنا صلوات. يا الله.
Yunus Efendi'nin ahvaldan ensiravattattanlar. Mana saqiyib keldi. Allohga shukri. Demak, yuganni otga yaxshi selish kerak. Ammo yiqilish taqdir qilingan bo'lsa, insonni na yugan qutqizolmaydi, na egar qutqizolmaydi. Bunimi yomon ish deb qaramaslik kerak. Hayvonni, bo'stonni buzib etmasin deb qandoq ogohlantirsan? Qandoq qiladi? Boshda u yoqqa tur deydi. Yo'q, yana anglamadi. Ondan ozroq qo'g'lab qo'ydi. Yana anglamasa, bu qitim qattiqroq qo'g'laydi. Şonlashqa ogohlantirish ishoratlarini bilish kerak. Hammamiz beshimizga kelganda issit deymiz. G'aflat qog'ochi koinot kitobida shundoq yozdi. Ammo uning ilipasini darslarda o'rgatmaydi. Biladiganlar biladi. Bu koinotda gap qilmaydigan, insonga bildirmagan hech qanday jonivor yo'q. Sen o'qish yozishni bilmasang, u koinot kitobining varaqlari bekor bo'lib ketmaydi. Men bir o'qish yozishni bilmaydigan savodsiz bo'lganim uchun olamdagi olimlarning shuncha vola kitobining hammasi bekor bo'lib ketamdi. O'qiganga hamma narsa ayon. Sulaymon alayhissalomning hikoyasini so'zlab beray degan edim. So'zlab berdimmi? Qur'on Karimda Sulaymon alayhissalom haqida nima deydi? Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomga varis bo'ldi. Dediki, ey insonlar, bizga qushning tili o'rgatildi. Bizga hamma narsadan berildi. Bu op-ochiq Allohning ne'matidir. Sulaymon alayhissalom hamma hayvonning tilida so'zlab, ularga hukm qiladi. Mufassirlar buni har xil izoh qiladi. Ba'zilar ma'nosini yeshalaydi, ba'zilar yeshamaydi. Yeshalmaganning ma'nosiga yetolmadi degili bo'lmaydi. Qur'on Karim har bir kishiga xitob qiladi. Uni o'qigan, tafakkur qilgan shudir. Ba'zida bu taqdir masalasi. Bekaga har hasal yasig'ini bilan jarayonini izohlab berolmaydi. İzahlayalgan bo'lsa, hasalni olimlar, o'limalar yasagan bo'ladi deyilmagan. Bir kuni qushlarning tilini biladigan Sulaymon alayhissalomning yiniga bir odam kelib yolvuribdi. Ey Allohning elchisi, menga qushlarning tilini o'rgatib qo'ygin. Menmi qushlarning nima deyotganligini bilay debdi. Sulaymon alayhissalom unumabdi. Bo'lmaydi. Sen ularning deganlarini anglasang, sabr qilolmaysan. Hamma ish ayon bo'ladi. Ammo hikmatini bilamaysan debdi. Odam yolvuravergachga Sulaymon alayhissalom ma'qul bo'lib, uningga hayvonlarning tilini o'rgatibdi. Xushal bo'lib uyga kelgan odam jimjitlikdagi it bilan xo'rozning paringini anglabdi. It xo'rozga qarab, xo'roz birodar, sen orpi bilan, un bilan qo'zg'oni to'yg'izsan. Sen boshqa dollarni yeb, non uvoqlarini menga qo'yib qo'ysang bo'lmamdi. Mening qo'zg'on bek osh. Xo'roz, ansirma, it birodar. Ata sohibimizning eshigiga o'lib, uni tashlab etdi. Ondan to'yg'ichi yesan, debdi. Buni anglagan odam darhol eg'ildagi eshigini bozorga elib berib, setib etibdi. Qaytqicha o'z-o'ziga, "Helimo hayvon tilini o'rganibdiman. Bo'lmasa, eshigim o'lib, ziyon bo'ladi" debdi. Uyga qaytganda yana xo'roz bilan itning paringini anglabdi. "Xo'roz birodar,
sen sahibimizning eshiga o'lidi davatmamding. Qani, men to'yg'ichi go'sht yeydim-g'o. Xo'roz, aldirma it birodar. Sahibimiz oshko'zlik qilib eshigini setibatdi. Eshak o'ldi, ammo boshqalarning qo'lida o'ldi. Aldirma, sahibimizning eti yaqinda o'lidi debdi. Buni anglagan odam suyunib, helimi hayvon tilini o'rganibdiman. Bo'lmasa, etimmi o'lib menga ziyon bo'ladi debdi. Kelib yana hayvonlarning paringini tanshapdi. Bu qitim it texmi yuksak ovozda isyon qilyotdi. Xo'roz birodar, meni yana oldiding. Qani sohibimizning eti o'lidi davatmamding. Eti o'ldi, ammo u setib olgan bechoraning uyida o'ldi debdi xo'roz. Ko'nglingni yerim qilma, bu qitim sohibimizning o'zi o'lidi. Ondan onlarcha qozon go'shtlar, tomoqlar pishiriladi. Oshqinini bizga to'kib beradi. Shu chaqda yeyaliginingcha ye. It ochiqdan hosirab ketibdi. Bo'ldi qil, meni to'xtamay aldab kelyapsan. Buni anglagan odam hayron qilib, teri parang bo'lib ketibdi. Meni qutqizg'idak birasi yo'qmi deb vaqirabdi. Shuning bilan kechida kasal bo'lib, saharga ulashmay o'libdi. Ondan pishirilgan tomoqlardan oshqonlari axlatlarga to'kilibdi. Hayvonlarning, qushlarning bir mezgillik ziyofati bo'libdi. Bu chaqda xo'roz odamlar bizning so'zlarimizni to'g'ri emas, xato tushunib oladi. Hayvon nimishqa o'lidi deganning o'rniga heli ishiltib, elib berib setib etadi. Og'uchi bo'lsa, o'lim xabarini olganda jinini mi setib etadi. Yanıla helidan voz kechmaydi. Undaqda qissadan olgan ta'sirot amaliyotda bo'ri bilan, qush bilan, tuproq bilan, suv bilan so'zlashish Sulaymon alayhisalomning koinotni o'qiganning ishorati. Anglay olsang, suv so'zlaydi, daraxt so'zlaydi, tilsiz toshlarmi so'zlaydi. Undaqda obdan angla. Sana desin, sen kim o? Sen nemo? Nereden kelib, nega ketsen? Her bir tınığın sana cevap versin. Yeni yudunuz ha? Ha ana. Kiraz kızım, av yedi yutkan mı ba? Şörpünü ısıtıp koyun. Kelip yatqıca iki qo'shiq içi olsin. Ma'qul ana. Biz qilib ustalning ustiga qo'yib qo'yamiz. Dadam yegisi bo'lmasimi majburiy yesin degan edi. Agar ruxsat qilsangiz, Yunus birdashning hujrasiga yeb baray. U yerda holdan biz obdan xabar olamiz. O'zi nimani xohlaydi ekan? Undaqda aram xudo bo'la oladi. Sho'rpimiz har ikki tarafda qaynaydi. Siz munosib ko'rsangiz, u yer biz bilan texim aram xudo bo'la oladi. Dervishlar haldan obdan xabar oladi. Uyingizdikida charchab qolganda vaqtchan. Sen nimani xohlaysan, Yunus?
Qasım hujrani tayyor qilsinmi? Bo'ladi shayxim. Men ip chiqay. Ha, undaqda kechliginglar xayrlik bo'lsin. Oylardan keyin tunji qatam hujringizga qaytdingiz, pirdosh. Ko'zingizga chiliqqan biror o'zgarish bormi hujringizda? Qani o'ltiring, pirdosh, o'ltiring. Tayyorlanmasangiz, men yordam qilay. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi demsa, men chiqay. Kechligingiz xayrlik bo'lsin, pirdosh. Rahmat, Kozim apandi. Bo'ldi, qopmang. Birə ağrıvatqan yoki bearam bo'layotgan yeringiz bormi, pirdosh? Putlarim. Bu hujurga tunji kirgan vaqtingiz esingizdami? Yiningizda kim bor edi? Siz battınız. Emsi yaxshi. Men chiqay. Kechligingiz xayrlik bo'lsin, pirdosh. Sizgimi shu, Kozim apandi? Sizgimi shu? Birə ehtiyacınız bolsa, meni chaqiring. Ketib bo'lib, qaytib kelmaganmi bormidi? Xo'sh kelding, Yunus apandi. Xo'sh kelding. alloh
Allah şifalık versin Yunus Efendi. Allah igimiz bala kazadan sakılsın. Kirib uxlan qizim. Uykum kelmedi ana. Ammo ko'zingizliq uyqu. Kimni saqlayapsiz? Kirib yeting. Yunus Efendi qani. Dervişler dergah tutursun da burun yatkan hocursuq ep chiqib ketdi. Yana bir 2 kun qasi bo'lmamdi shayxim. Dedim, ammo men yaxshi deydi. Qasimmo biz qarayli deb turib oldi. Doğruları bu yerda tursa dada. Miklal tağam kechik turmanglar deganti. Etdigende beramiz qizim. Boshqa yerga ketmadi-ku Yunus. Allah şifatlık versin şeyhim. Allah şifatlık versin Yunus Efendi. Az kaldınız bizim taşlap gitip kaldı. Can qarzınızı tölemey durup neyik bakmıştınız? Allah şifalık versin. Allah şifalık versin. Ha, mağaylı namaz vakti oldu. Hoş geldin Yunus Efendi. Hoş geldin. Allah şifalık versin Yunus Efendi. Allah şifalık versin pirdosh. Ben Yunus. Bildim. Ben Yunus. Ama Yunus kim? Sen kim Yunus? Kimsen? Qizim. Mağunu elib aşxanaga bering. Ali Tayg'u apandi Yunus apandiga opirib bersin. Ma'qul ana. Doğrularımı muşnandı mı? Ulanım elib eling. Doğrularını içib olsin. Shayxim. Bularni Yunusga opirib bering. Süt yumuştudu. Luqmalarni yegicha qiynalmaydi. Men berey ana. Doğrularımı ba degan tozg'u.